Mana devorlarni olib ketyapmiz. Mana hajmi. Mana metlarga betonlar ham quyilgan ekan. Mana metlarga betonda mana. Buni ham bir nimaga mo'ljallab quyilgan shkilga betonda. Mana. Ya. Der betonlar ham bor ekan. Mana ishlab chiqarish ham juda qulay joy ekan. Ama yo'lda bo'yida joylashgan, hozir yo'lda bo'yini ham so'nkasini qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Hozir molxona bu boshiga keldik. Bu boshini ham ko'rasizlar. Bo'ldi. Taxminan shu yerdan baqacha uzunligi necha metr? 128 metr. 128 metr ekan mana. Hozir yurib kelgan joyimiz 128 metr ekan. Mana. Hali molxonamizni bu boshi ekan. Mana. Ot boqisham shun qulay joy ekanda. Mana. Endi necha aka? 128 ga bunaqasi necha? Endi uni aka o'lchamayapman aka. Endi o'lchamagansiz. Aka taxminan so'tiga narxini aytib qo'ying aka. Ya telefonda kelishasizlarmi? Telefonda kelishamiz, 100 ming. Mana hujjatlar joyida ekan. Shu kelishilsa, darrov hujjatni qilib berar ekan. Mana gaz, suv, svet, mana yashashga misol nimalari ham bor ekan, mol qo'yib. Gazi yo'q, svet bor, suv bor. Gaz yo'q ekan, suv, svet bor ekan. Ali qo'shimcha artson ham tushilganmi yo faqat oqmami suv? Tepada artsoni bor. Tepada artson bor, ha? Faqat shetda o'ziniki, ha? Yo'q, sheriklar aka bilan, sheriklardan. Pulini beri qo'shilgan. Mana bu tomoniga o'tdik. Endi ag'ini olsak, mana bog'lari valigini ko'rsatdim. Mana bog'i ham o'ralgan, to'la atrofi o'ralgan ekan. Aka endi ag'ini olaychi bir. Narigi darvozani metdan kirib ketdi va Bo'ldi. mana metta hozir yana bitta darvozasi bor. Azobunachilar mana buni shit qo'yilgan ekan, mana demakki to'kilari kelgan ekan. Endi misol olgan odam oldi dekanda to'k. Endi olib kirishga qulay joy ekanda. Qo'shimcha mana nasos tushiraman desalar ham ko'plab, chunki postdan oldi ekan. Postdansa shekka kelgan. Hozir ham bu deymiz, baribir svet ham katta rol o'ynayapti-da. Mana postdansa shekkacha kelgan ekan. Mana postdansamiz. Mana
darvozani holati. Bu ikkinchi darvozasi. Endi hozir yo'lni bo'yini ham ko'rsataman. Mana yo'lni bo'yiga taxminan hozir necha yuz metrligini aytib beraman. Mana 30 metr ichkaridagi yo'lni bo'yidan. Mana 30 metr ichkaridagi. Mana Hatamtoy yo'nalishi. Katta yo'l bo'yidan. Kim olmoqchi bo'lganlar hozir telefon raqamlarini pastiga ham yozib qo'yamiz, video ostida ham qoldirib qo'yamiz. O'shanga telefon qilib, misol 100% berilmagan ma'lumotlarni telefon qilib bilaverasizlar. Narxini ham mana so'tigini narxini telefon orqali kelishamizda mana bo'lib ham sotilaverar ekan. Albatta to'liq bo'lmagan ma'lumotlar telefon qilib bilib olaverasizlar. Aziz obunachilar.